Yoshlik bu o'lkan kuch g'ayrat, yangilikka intilish, tadbirkorlik degani. Bilasizlarmi, u balandparvoz gaplar emas, 10 marta qaytarishga charchamayman. 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi. Baribir Ulug'bek paydo bo'ladi, Beruniy paydo bo'ladi, Xorazmiy paydo bo'ladi. Garvardga o'qish bu tasavvurimizda bormidi bir paytlar? Senga o'xshagan farzandlarim 3-renessans poydevori. O'qinglar, intilinglar. Marra sizlardiki, kelajak sizlardiki. Niyatlarimiz juda baland, rejalarimiz juda baland. Bu rejalarni bajarishda biz hammamiz birlashishimiz kerak. Keyingi yillarda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ta'limga juda katta e'tibor berildi. Bu yoshlarning bilimli, tafakkuri yuksak, fidoyi, vatanparvar, yaxshi bir kasbning egasi bo'lishlari uchun keng imkoniyat yaratib berdi. Shu jumladan bizning Buxoro shahar 12-umumiy o'rta ta'lim maktabining o'quvchilari ham keyingi yillarda to'liq oliy ta'limga kirishga muvaffaq bo'lishyapti. Bunga albatta davlat ta'lim oliy muassasalari bilan birgalikda nodavlat ta'lim oliy ta'limga ruxsat berilgani bo'ldi. Bunda bolajonlarimiz 2022-yildan Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiy universiteti ishga tushirildi. Bu ta'lim muassasasining ishga tushirilishi munosabati bilan bizning bolalarimizda ancha o'zgarishlar, bu institutga nisbatan qiziqishlar paydo bo'ldi. Chunki bu ta'lim muassasasi yangi imkoniyatlar eshigi boshqa ta'lim muassasalariga nisbatan anchagina yaxshiroq edi. Ta'lim muassasasining eng fidokor o'qituvchilari tanlab olinganligi, bu ta'lim muassasasida birinchidan innovatsion darslarning o'tkazilishi hamda darslar har xil tilda o'tkazilishi bolalarda anchagina yaxshi taassurot uyg'otdi. Bu ta'lim muassasasiga yoshlarning qiziqishiga sabab. Birinchidan innovatsion ta'lim muassasasida shunaqa darslar innovatsion metodlar asosida o'tkazilishi, 20 dan ortiq chet el mamlakatlari bilan hamkorlik qilinganligi va ularning ish faoliyatini o'rganish darajasini yuqoriligi. Ikkinchidan, har bir bolaga uning iqtidoriga qarab qilayotgan ishlariga yaxshi baho berib, ularni rag'batlantirib borish asos qilib olingan. Universitet hayotini kuzatib borishimiz davomida guvohi bo'ldikki, universitetda turli xil ilmiy konferensiyalar, zakovat intellektual o'yinlari, yozuvchilar bilan turli xil uchrashuvlar, milliyligimizni yanada kengroq targ'ib etuvchi an'anaviy tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Buxoro shahar 12-maktabining bitiruvchilari ham Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universitetiga o'qishga topshirish istagini bildirishgan. Kasb tanlash, taqdir tanlash. Inson hayoti davomida qaysi kasbni egallamasin, u uning hayotiga eng birinchi mezonda turadi. Kasbni go'zal tanlash esa insonning taqdirini go'zal qiladi. Ana shunday go'zal kasbni esa albatta Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universitetidan topishingiz mumkin. Universitetning barcha ziyoli, ilmli, olim fuqarolari o'zlarining cheksiz ilmi va mehnati bilan yoshlarimizga juda katta kuch-g'ayrat bilan dars berib, ilmlarni berib kelmoqdalar. Albatta bu universitetning kelajagi porloq, umidli universitet ekanligiga ishonamiz va barchangizni ushbu universitetni o'qishga taklif etamiz. Nuridiydilarim, bilimli bo'ling, ilmli bo'ling, chunki kelajak sizniki. Siz shunday o'qingki, har bir qilayotgan ishingizdan eng zo'r mutaxassis bo'ling. Siz qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar esingizdan chiqmasin. Siz al-Buxoriylar davomchisiz, Ibn Sinolar farzandlarisiz. Mana shunday go'zal yurtning, tinch xotirjam yurtning qadriga yeting. Sizga berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishingizga umid qilaman. Hamda shu jumladan mana shu
Buxoro Innovatsion ta'lim muassasasi va Tibbiyot universitetining barcha xodimlariga, ularning jamoasiga muvaffaqiyatlar tilayman. Bu yilda bitirayotgan stomatologiya yo'nalishi bo'yicha bitirayotgan barcha bitiruvchilarga ishlarida omad, muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Aziz bolajonlarim, aziz vatandoshlarim, barchangizga bilim olishda, o'rganishda, o'rgatishda Alloh yordamchi bo'lsin. Universitetning keyingi faoliyatiga porloq istiqbollar tilab qolamiz.